Hammaga salom. Mening ismim Estronik va men bugun o'zim orzu qilgan ishga kirdim, ya'ni politsiyachilikka va u yerda men o'zimga ajoyib do'stlar topdim. Masalan, Aziz aka va bu misolning javobini esa faqatgina aqllilar topa oladi. Nahotki men bugun o'zim orzu qilgan ishda ishlayman, yo'q, xursandchiligimni sizlarga yetkazib bera olmayapman. To'g'risi, obunachilar juda ham xursandman. Xo'sh, mana bu yerdan o'tamiz va yo'q, janob, nimalar qilyapsiz? Ketsa bo'ldi, ketasan-u. Uzr, mayli, eshigingiz chiqib, mayli, nechun men zinhor bunday politsiyachi bo'lmayman. Albatta, yaxshi politsiyachi bo'lishga va'da beraman. Endi bo'lsa sizlar oddiy youtuberni emas, politsiyachi youtuberni obunachisi bo'lasizlar. Xo'sh, salom janob, nima gaplar? Assalomu alaykum. Nima kerak sizga? Men kecha bitta brat bilan gaplashgandim elektron pochtada va o'zlari mana tushyaptilar. Ha, salom, sen Istromikmisan? Da, men Istromikman. Ha, uni ishga oldik biz. Uje men boshliq bilan gaplashganman, yuritibman. Omad, rahmat. Xullas, mana bu yerda meni xonam bor. Любой payt yordam kerak bo'lsa, janob deb shunday chaqirsang, shunday yordam berib yuboraman va mana bu yerda seni xonang. O'zim tayyor qilib, cho'tka qilib qo'ydim. Mana bu yerda kiyimingni almashtirib bor, formasiz sen politsiyachi bo'la olmaysan. Okey, bo'ldi, tushundim. Mana bu safety esa sening narsalaring bor. Bemalol joylashib ishga kirishing mumkin. Senga bo'lsa omad, menga ham omad. Ha, mayli, unday bo'lsa men ishga kirishaman va obunachilar tasavvur qilyapsizlarmi? Endi Estromek oddiy youtuber emas, politsiyachi. Obunachilar, endi sizlar sразу obuna bo'linglar, politsiyachi youtuberning obunachisi bo'lasizlar va formani almashtirib oldim. Menimcha menga yarashdi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Menimcha juda ham yarashdi. Yo'q, bu yerda Uzi nima? Telefonimga SMS keldi. Nima? Mayli, ishga keyin o'qiyman. Xo'sh, ajoyib, mana bu yerda qandaydir ajoyib narsalar bor ekan va notebook USB. Men hayotimda bunaqangi ajoyib kuchli notebookni ko'rmaganman. Sizningcha bu Minecraft ko'tararmikin ham? Balki men Minecraft o'ynab, yo'q, obunachilar, men jinoyatchilarni ushlashim kerak axir. Mana bu lanat otilib ketdi. Endi hech kim meni menimcha urishmasa kerak. Men ham axir politsiyachiman-ku, otishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Nicho, ajoyib, hammasi juda ham ajoyib va men pastga tushishim kerak. Undan avval esa mana bu yerga o'zimni daftarchamda qo'yaman. Endi har kuni mana shu ofisimga kiramanda har xil jinoyatchilarning ishini ochaman va qandaydir qilib qo'lga olish rejalarini tuzaman. Bu juda ham ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar, bizda tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. Biz hozirda 7 mingta obunachiga egamiz. 10 mingta bo'lishimiz uchun o'z hissangizni qo'shing, balki shu yilning oxirigacha 100 mingga ham bo'lardek. 100 mingga boribman. 100 mingta bu albatta omadga bog'liq, lekin harakatdan to'xtamasak albatta bo'lamiz, to'g'rimi? Sizlar obuna bo'lib tursanglar, necha obunachilar. Xullas, mana bu yerda notebooklar chotki bo'lib, вообще zo'r bo'lib ishlayapti va hammasi ajoyib. Menimcha hammasi juda ham zo'r obunachilar. Menimcha endi bemalol men politsiyachilik qilib, ana ularni ushlab, hammasini chotki qilishim mumkin. Salom janob, men yangi politsiyachiman. Assalomu alaykum. Nima gaplar? Mayli, yangi politsiyachi bo'lsangiz, safimizga yangi qo'shilibsiz, hamkasb. Rahmat. Unday bo'lsa pastga tushamiz va janob, birorta ish yo'qmi menga? Kakras, mashinani ko'rib tur, hozir ishlov beraman. Okey, ishlov bersangiz, mashinam qaysi biri ekan? Mana bumikin? Yo'q, menimcha kalit mos tushmadi. Mana bumikin? Yo'q, bunga ham mos tushmadi. Nima? Mana shunday ajoyib mashina. Yo'q, bu ham meniki emas ekan. Mana bu PPS. Men axir politsiyachiman-ku, PPS emas. Mayli obunachilar, mana shu meni mashinam ekan. Necha obunachilar mashina bo'lsa bo'ldi-da. Mashina u yoqdan bu yoqqa yetkazib berish uchun ishlatiladigan qurilma desam ham bo'lmaydi. Temir obunachilar tushunishinglar uchun, to'g'rimi? Mashinaning nima farqi bor? Dizaynga qarab o'tiramiz. Muhimi biz politsiyachi biz. Obunachilar, YouTube'da bunaqasi bo'lmagan meni kanalimda. Men umrim davomida birinchi marta politsiyachi bo'lyapman va men juda ham ajoyib bo'lgan jinoiy ishlarni ochaman. Hammasini bir rang-ketin qo'lga olaman va ta'zirini berib qamoqqa tashlayman va meni eng zo'r politsiyachi deb general mana bu yerga tushunursin. La'nati biroz ruli og'ir ekan, necha hech qisi yo'q. Mana bu yerdan buni o'chiramiz. Bu yerda sirenalar ham bor ekan. Juda ham ajoyib mashina, to'g'risini aytsam, biroz ruli og'irligini hisobga olmasak. Stop, menga SMS jo'natishibdi va bizga ish chiqibdi, shundaymi? Siz bilan Aziz aka ekanlarga ish tushdi. Xullas,
lokatsiyani Azaka biladi, tezroq boringlar. Shutima bizga, yur Stromik. Aka omad, rahmat, xo'sh Stromik. Senga esa politsiyachilik juda ham qiyin ish. Qiyin ish deganda ham qanday qiyin ishligini keyinchalik bilib olasan. Hozir esa mashinani hayda. Seni mashinang ham chakka emas. Meni mashinam daji yo'q. Senga havasim ham kelyapti, biroz hasadim ham kelyapti. Nima qilishni bilaman. Mayli, hech narsa qilmasangiz ham mayli. Xo'sh, mana shu yerga keldik va mana bizning mijoz. Nima bo'ldi ukajon? Janob, xullas, qotillik bo'ldi. Qanday, qayerda qotillik bo'ldi? Kim o'ldirdi? Xullas, ko'zimga yosh keladi. Yuring ortimda sizga ham ko'rsataman. Meni boshqa chiqib qoldi. Mayli, omad senga. Nima bo'ldi? Tovug'im o'lib qoldi, sevimli tovug'im. Nima? Tuvug'ing o'lib qolgan bo'lsa, nega politsiya chaqirding? Bir chetga ko'mib yubormasdan. Nima? Siz uni kim o'ldirib ketganini bilasizmi? Itlar o'ldirib. Sen biz bilan ketasan. Sen shtraf to'laysan. Biz hozir o'g'irlikni ochishimiz mumkin edi. Sen esa bekordan bekorga politsiya chaqirding. La'nati, bizni vaqtimizni olding. Sen hozir men boshqarmaga olib borib, hozir ta'ziringni beraman. Yaxshi, xo'sh, mana boshqarmaga ham kelib oldik. Qo'sh tirrancha, tush tezroq. Tuvug'ingmish. Aka tushunmaysizda, bu tuvug'im juda ham yaxshi ko'rardi. Bu tuvug'imda tashi qizimdan voz kechgandim. Tushunyapsizmi? U tovuq, tovuqni bilmaysizsiz. Mana bu xullas bekorga tuvug'ini it yeb ketgani uchun bizni chaqirib vaqtimizni oldi. Uni shtraf to'laysan. Shtrafga pulim yo'q ekan. Shtrafga pul yo'q bo'lsa qamab qo'y. Aka, men tushunmaysizda, siz o'zim ham kirib olaveraman. Men shunaqangi zo'r odamman. Mayli, shunaqangi zo'r odam bo'lsang, mayli kirib ol. Aka, boring keting bo'ldi. Nima qilib o'g'ilmalarni poylash yaxshi emas, aka. Men bu yerda politsiyachiman. La'nat, qanday ahmoqlar bor a? Nima ham deysan endi, bratishka, kartishka. Siz ham hazil qilishga o'tib ketyapsizmi? Yo'q, prosta hazillashib turaman-da. Mayli, xo'sh, yangi ishlar bormikan? Qani mana bu yerda. SMS keldi. Qanday ish? Mana bu tomonda kakras qandaydir ish bo'lyapti ekan. Kimdir urushyaptimi? La'nati. Mana shundan mana. Qo'y ahmoqlar, urishmalaring. Hozir basharingni buzib tashlayman, cho'nsam. Kim bashara? Assalomu alaykum, politsiya aka, nima bu gaplar? Nima urushyapsizlar? Sizlar xosa, siz jinnimisanlar ko'chaning o'rtasida urishasizlar? Biz sizga shunchaki prank qilgan edik. Prank. Sizga hozir energetik beraman. Siz bizni videoyimizga tushdingiz. Tabriklayman. Endi mashhur bo'lib ketasiz, mashhur politsiyachi. Men o'zi YouTuberman. Sizlar nima qilyapsizlar? Urishmalaring dedim. Nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerda mana bu ikkalasi o'zicha o'yin qilib menga prank qilyapti. Yur, senlarni, men sen akalarni ko'pini ko'rganman. Hozir Estromikilarni ta'zirini beraman. Akalar, nima deb o'ylayapsizlar? Endi sizlar gaplashib bo'lganlarcha biz kutib turamizmi? Yo'q. Biz o'zimiz ham qamab qo'yamiz. Biz shunaqangi Instagram blogerlarmiz. Aytdim, YouTube'da bunaqangi bloger yo'q deb. La'nati, jitil mayli endi Aziz aka jitil boribman uzr. Mayli, bo'lib turadi. Bularni hozir qamab qo'yaman. Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa, ketib qolishdi. Mayli, necha obunachilar endi bo'lsa biz boshqa ishlar bormi yo'qmi? Mana bu yerlarni qarab ko'raychi. Menimcha hamma yo'q, tinch suv quygandek. Lekin bilmadim obunachilar. Bu politsiyachilikni men tushunmadim. Axir o'g'rilar bo'lish kerak edi, qandaydir ishlar ochishim kerak edi. Men haqiqiy banditlar, kriminal gangsterlarni qo'lga olishim kerak edi. Ammo mana bu yerda meni tirranchalar asabimni buzyapti. Nima deyishni ham bilmayman obunachilar. Hayronman. Nicho keyingi qismlarda balki. Xo'sh, hamma yo'q tinch va men boshqarmaga qaytyapman. Balki birorta ish topib berar mana bu brat. Nega politsiyachilik bunchalik zerikarli? Uka, PUBG ni o'ynab damdosi bo'lmaydimi? Nima, shahar osoyishta bo'lsa yaxshi emasmi? Menga ish kerak axir. Mana bularni qamab qo'ydim. Nima qilyapsizlar? Aka, prank tushunmasiz, nima qilasiz kerak? Men boshqa bir jo'natingiz bo'lmaydimi? Sendan so'raymiz endi kimni jo'natishdi, ahmoqlar. Mayli bratan, nima endi? Strobek, tepaga. Assalomu alaykum, men yangi ishchiman. Strobek, bu qachoqdan nimaga gapim bo'lyapsan? Bratan, hozir chiqaman. Men bu yerdan fayl topib olay. Xullas, Strobek tepa ikkinchi etajdagi birinchi xonaga kir, seni chaqiryapti. Okey, hozir kiraman. Xo'sh. Mana bu yerda va mana bu ikkinchi etashdagi birinchi xona va assalomu alaykum janob, chaqirgan ekansiz. Xullas, ertaga banditlarning jinoiy bosqinini uyushtiramiz. Ya'ni
ularni bazasini aniqladik. Ular juda xavfli. O'zini aniqlashtirmoqchi edik, lekin hamma odamlar qatnashishi majburiy. Ular juda xavfli. Bo'ldi gap yo'q. Menga o'zi shu kerak. Mana menda Uzi bor. Yo'q, senga avtomat beraman. Nima haqiqiy avtomatmi? Ha, haqiqiy avtomat beramiz. Ajoyib. Men xudo orzu qilganimdek bo'lmasa ertaga kelaymi? Ha, hozircha borib dam ol. Ajoyib. Obunachilar, tasavvur qilyapsizlar, biz endi haqiqiy ishga chiqamiz. Men qanday xursandman, shunday xursandman obunachilar. Bu hayotim davomidagi eng ajoyib gap bo'ldi. La'nati, mayli janob. Ha, nima? Og'zing tilingda. O'zim tilimda bu qanday gap? Ha, mayli, yaxshi bo'lsa, men tushunaman. Men hamma narsa xabarim bor. Okey, endi bo'lsa men uyimga boraman va men dam olaman. Ertaga bo'lsa, nahotki biz ikkinchi qismda juda ham ajoyib ishlar qilsak, yo'qmi, bu qanday bo'lishi menga hozirdan qiziq.